Imron ibn Husayn radhiyallohu anhu bemor bo'lib qoldilar. Bemor bo'lganda ham og'ir bemor bo'ldilar. O'rnidan turib o'tirish qobiliyati ham yo'q edi. O'tira olmas edi ham. Faqat osmonga qarab xurmodan to'qilgan yotoqda yotishdan boshqa iloji yo'q edi. Hojatni qilish uchun ham o'sha yotoqning o'rtasidan teshib moslama qilingan edi. Boshqa iloji yo'q. Shunday o'sha yotoqqa qadalib osmonga qarab qimirlamay yotardilar. Qancha yotdi bilasizlarmi? 1 yilmi? 10 yilmi? 20 yilmi? 25 yilmi? Yo'q, 30 yil. 30 yil. Biror marta oq demadilar. Allohga shukr dedilar. Bir Mutarraf degan inson ukasi bilan u kishini ko'rgani kirishdi. Bemorning holini ko'rib, haligi Mutarrafning ukasi yig'ladi. Rosa qattiq yig'ladi. Shunda bemor Imron ibn Husayn radhiyallohu anhu yig'lama. Nimaga yig'laysan? dedilar. Dedi sizni holingizni ko'rib shunaqa bo'ladimi deb yig'layapman dedi. Menga qara. Allohga nima mahbub bo'lsa menga shu mahbubdir dedi. Ya'ni Alloh menga shuni ravo ko'ribdimi? Shu menga yaxshi. Boshqa narsaning keragi yo'q menga dedi. Allohga nima mahbub bo'lsa menga shu mahbubdir, sen yig'lama dedilar. Haligi odamning ko'nglini ko'tarishni menga qarab, yoqqa kel, yaqinimga kel. Men senga bir gap aytaman. Ammo men o'lgunimcha hech kimga aytmaysan, sarsur. Bir gapim bor senga aytaman, sharti shuki o'lgunimcha birovga aytmaysan. Menga kelib farishtalar salom beradi. Men ularning salomiga alik olaman. Suhbatlashib uns ulfat topaman dedilar. Ko'rdingizmi? 30 yil kasal bo'lib bir marta oh demagan insonning sharafiga Alloh taolo farishtalarni yuborib salom beradigan qilib qo'ydi. Shuning uchun Imron ibn Husayn desa farishtalar salom beradigan sahoba deb keladi hamma kitoblarda. Boshqa farishtalar boshqa sahobalarga salom berganligi to'g'risida bizning ma'lumotimiz yo'q. Ana bemorlikka sabr qilish, Allohning qazoiga qadariga taslim bo'lish, Alloh nimani ravo ko'rsa shuni yaxshi ko'rish holati Imron ibn Husayn radhiyallohu anhu ni har kuni kelib farishtalar salom beradigan kishi darajasiga ko'tardi.